kimda kim mana shu joygacha va ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah deydigan bo'lsa, unga qiyomat kuni meni shafaatim vojib bo'ladi debdilar. Sallallohu alayhi vasallam, Ravahul Buxoriy. Demak, kimda kim mana shu joygacha shu azon duosini aytadigan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalomning o'zlarini so'zlarini qilib, hech bir xato qilmagan bo'ladi. Kimda kim mana shu joygacha aytsa, azonni duosini chala aytdingiz-u demaysiz. Imom Buxoriy rivoyat deyilyapti. Rasulullohning o'zlari o'rgatyaptilar bizga o'sha azondan keyin qanday duo qilishligimizni. Takror o'qib beraman, chunki yodlab olishligimiz uchun. Allohumma robb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Agar davom ettirmoqchi bo'lsangiz, آت محمدا الوسيلة والفضيلة deya davom etasiz. Men to'xtadim, ta marbutaga ha qilib to'xtadim. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته desangiz, azon duosini siz ado qilgan bo'lasiz. Nargi odatda hammamiz aytadiganlar u kalimalar bu hadisda kelmagan. Tushunarlimi? Uni hozir davomida, so'zimizni davomida eshitasiz. Ulamolar aytadilarki, xalq shunga odatlangan, mo'min musulmonlar bunga odatlangan. Bayhaqida kelgan hadisni ham aytiladi. Qaysi bir jumlalar shu ziyoda holatda kelganda, uni sababini bayon qilamiz. Lekin to'liq payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlari azon duosini o'rgatganlaridek aytaman desangiz, mana shu holatda aytar ekansiz. Tushunarlimi?